Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil ikkinchi mavzudan 23, 24 va 25-masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. 23-masalaga qarasak, vodorodga nisbatan zichligi 10 ga teng bo'lgan gazni aniqlang deyapti. Demak, qanaqadir X gaz bo'lgan, ya'ni massasi qanaqadir gaz bo'lgan, massasi x gram deb oldim massasini. Noma'lum gaz. DH2 ya'ni vodorodga nisbatan zichligi degani. Xo'p, DH2 teng qanaqadir gaz massasi x gram deb oldim. O'shani vodorodga nisbati 2 teng 10 ga deyapti bizga. Xo'p, o'shanda ximiz teng bo'ladi. 10 ni 2 ga ko'paytirsak 20 gram. Demak, o'sha vodorodga nisbatan zichligi 10 ga teng bo'lgan gazimiz neon hisoblanadi. Demak, to'g'ri javobimiz C javob. 23-savolda. 24-savol ham xuddi shunga o'xshash. Neonga nisbatan zichligi 1,6 ga teng bo'lgan gazni aniqlang deyapti. Xo'p, D neon teng qanaqadir gaz bo'lgan bizda x gram. O'shani neonga nisbatan zichligi 1,6 ga teng, ya'ni x gramni 20 ga bo'lsak 1,6 chiqishi kerak. Xo'p, bu yerda x topsak, 1,6 ni 20 ga ko'paytirsak 32 gram kelib chiqadi. Demak, bu kislorod gazi hisoblanadi. Demak, 24-savolimizning to'g'ri javobi A javob. 25-savolga qarasak, kislorodga nisbatan zichligi 0,875 ga teng bo'lgan gazni aniqlang. Bu ham xuddi tepadagi savollar bilan bir xil tipdagi savol. Xo'p, kislorodga nisbatan zichligi D kislorod teng qanaqadir qanaqadir gaz bo'lgan x grami, massasi x gram. O'shani kislorodga nisbatan zichligi 0,875 ga teng. Xo'p, bu yerda x topish uchun 0,875 ni 32 ga ko'paytirsak x kelib chiqadi. Demak, ximiz 28 gram kelib chiqdi. Demak, bu gazimiz bizga azot. Demak, 25-savolimizning to'g'ri javobi B javob.